Beriladigan savollardan biri bu. Mana shu trenddagi matolar yuvganda necha santimetr kirish bo'ladi? Kelinglar bugun sizlar bilan realni sinab ko'ramiz. Qo'limdagi trenddagi Dagestanka gul matosi bo'ladi. 3 metr o'lchab olamiz. 1 2 ana 3 metr chiroyli qilib halol o'lchab oldik. Xudo xolisa buni kesamiz. Ana 3 metr Dagestanka gulimizdan o'lchab oldik. Buni yuvganda necha santimetr kirishini birgalikda ko'rib chiqamiz. Bu jarayoni ketyapti. Mana realni odziv bo'ladi bizda, bilasizlar. Suvlarni quyapmiz. O'sha 3 metr kesib olgan Dagestanka gulimizni solamiz suvning ichiga. Dagestanka gulimiz trendga chiqib ketgan. Mana buni suvga soldik. Endi buni ilganimizni ham qo'yamiz. Dagestanka gulimizni 3 metrni chiroyli qilib yuvib ilib oldik. Mana oldinroq yuvib qo'ygan Dagestanka gulimiz quridi. Xudo xolasa endi buni realni o'lchab ko'ramiz. Necha santimetr kirganini birgalikda ko'ramiz. Qani? Metrga qo'yapmiz. Bismillahirrohmanirrohim. 1 2 mana oxirgisi 3-metrimiz mana. Mana 3 metrga ozgina 5 santimetr kam. 5 santimetr yuvganda kiribdi. Demak, realni shunaqa bo'lar ekan. Bu toza do'yin shtapli bo'ladi. Bizda metrini 22 ming so'mdan xarid qilsanglar bo'ladi. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta obuna bo'lib qo'yishni unutmang.